Aka, muncha sovuq, Ramazon kunlarida muncha sovuq. Savat oldin ham aytganman, hozir ham aytaman, Madinani havosiga umuman ishonib bo'lmaydi. To'ppa-to'g'ri. Birdan sovuq bo'ladi, birdan qish kirib qoladi. To'ppa-to'g'ri. Azizlar, birinchi safar biz birinchi yili Ramazon kuniga muncha havo sovuqligini ko'ryapmiz. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni odatdan havolar issiq bo'ladi, terlab, chanqab yurasiz, ammo lekin kechasi paytdan, kech paytlardan juda sovuq bo'lyapti. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni- Oldin ham birinchi, ikkinchi Ramazonlarda oddiy kiyim bilan o'tirardik. O'tirardik, Lekin hozir qarang, kurtka. kurtkaga kiyilmasa bo'lmayapti, Subhanalloh. juda ham sovuq bo'lyapti. Azizlar, bu biz Madina Munavvaradan aytyapmiz. Kimiki Madina Munavvaraga keladiganlar nima? Albatta billalanga, kurtkalarni, Olib keling. ya'ni qish kiyimlarni billalanga olib kelinglar. Olib keling. Azizlar, bu Madina Munavvarani havosini umuman bila olmaymiz. 2 kundan keyin isib ketadi, 2 kundan keyin sovuq bo'lib ketadi. Shuncha ehtiyotan kurtkani olib kelganimiz yaxshiroq. Olib kelsalar yaxshiroq. Azizlar, bu videoni nima qilamiz? Ommabchilarga xosatan bu videoni jo'natib yuboramiz inshaalloh. Assalomu alaykum. Salom.